Buzuq ayolga chiqargan qo'shnim haqida 3-qismini gaplashamiz. O'sha kuni ertasi kuni Oyjon Andijongilarning yoniga bordim va qaynonamlarga aytdim, Oyjon mana shunaqa deyishyapti. Aynan shu qo'shnimizdan shunaqa gap chiqdi desam, Oyjonam to'g'risi hayron qoldim. Bu qo'shnidan shunaqa gap chiqadi deb umuman o'ylamaganimdilar. Biz ko'chib ketganimizda bu oilani juda ham taqvoli, ilmli deb maqtashgan uchun. Va keyin bo'lsa o'zimni oyim adamlarga ham aytdim, ular ham kelishdi, Oyjon Andijongilar ham hali kelishdi. Endi bo'lsa qo'shnining yoniga chiqamizlar. Adam aytdilarki, hozir agar chiqsak o'zimizdan ustimizdan o'zimiz prosiv yozib beradi. Mahallani chaqiramizlar. Mahallani chaqirdik va chiqdik. Hammamiz birgalikda. Chiqsak eshikni ochishmayapti. Qizlar 10 minutdan keyin eshikni ochdilar. Oyim yo'q edilar deb aytdilar, ishsalar deb aytdilar. Keyin shu paytda qaynonamlar aytdilarki, mana kelinimga sal umuman xo'jayinchilik qilishlaringiz, salan haqlariga mana sani teritoring, qancha xo'jayinchilik qilsa, oning senga xo'jayinchilik qilsin. Zaks kerak bo'lsa, meni yonimga kelsa, zaksini men o'zim ko'rsataman dedilar. Kelinim xohlagan kiyimini kiyadi. Men qanaqa modnitsa bo'lsa, meni kelinim ham xuddi shunaqa modnitsa bo'lib yuradi. Sizlarga zaks kerak bo'lsa, mendan so'rab olaring dedilar. Undan keyin bo'lsa 3 kun vaqt o'tdi. Har kuni mendan telefon qilib, oyim adam qaynonamga so'rashdi. Telefon qilib chiqdimi qo'shningiz dedilar. Yo'q dedim. Uchastkovaga telefon qilib, agar hozir chiqib mendan uzr so'ramasa bu qo'shni, men ustilardan yozib beraman. Keyinchalik bo'lsa yana menga nimadir qilmaslari uchun dedim. Oxiri 3 kun o'tgandan keyin qo'shnimizdan chiqib uzr so'radilar. Men sizni singlim deb gapirdim dedilar. Singlim deb bunaqa gaplarni gapirmaydi. Og'zingizdan chiqqan gapga javob berolmas ekansiz, ikkinchi bunaqa gaplaringizni gapirmang dedim.